Даже Amerika Rossiyani председатели bor-ku, Rossiyani banki, markaziy bankning predседателini amerikansklar aniqlaydi kim bo'lishini. Rossiya aniqlab bilmaydi. Buni bizga aytishmaydi. BlackRock hamma joyni, hamma kompaniyalarni sotib olyapti. Hamma kompaniyalarga kirsangiz agar BlackRock, Vanguard sotib olyapti. Lekin bir borsangiz, hay bu BlackRockning egasi kim desangiz agar BlackRockning egasi Vanguard, Vanguardning egasi kim? BlackRock. Hammasi bir-birini ana shunday egan. İchigacha borib qidirsam, men sizlarga tashab beraman. Qidirsam, private company, ya'ni shaxsga tegishli, u public company emas u. Endi shaxsi-ku, baribir boshqaruvda shaxs Da. bo'ladi ekan. То есть bu yoqda resurs urushi bo'lyapti, pul urushi bo'lyapti, g'oya urushi bo'lyapti. Bizga, masalan, erkaklarni jamiyatda tushirish uchun meditsina kirib kelyapti. Meditsina nima uchun bizda tabobat eng yuqori nuqtaga chiqqan joydan nima uchun tabobat o'tib ketdi? Nima uchun tabobatimiz yo'qoldi? Nima uchun? Chunki bizni tariximizni yo'qotishdi. Qo'l yozmalarni yo'qotishdi. Men 70 yil davomida shu shishani nimadirga davoligini topsam va yozib qo'ysam, men o'lsam, meni farzandim yana nimadir xususiyatini topdi, yozdi. Yillar davomida u narsaning xususiyati topilib keldi, ha? Masalan, bir ta avlod topilmadi, 10 ta avlod shu narsani topdi. Va o'sha narsani yo'q qilib yuborishsa. Tamom, tarix ketdi. Endi meditsina keladi. Meditsina nima qiladi? Birinchi kasal qiladi, keyin davolaydi. Bu biznes hammasi. Rak ko'rsangizlar, pikka Kasal qiladi, keyin ular qo'llaydi. ha, shu narsalar, to есть hamma tarafdan bog'lab keladi.